Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bugundan boshlab YouTube kanalimni ochdim. Endi o'yinlar o'ynab chiqamiz. Hozir endi xudo xolasa birinchi navbatda PlayStation 1 da o'yinlardan boshlayapman, retro o'yinlardan. Keyin Sega, D&D, PlayStation 2, ulardan ham keyin alohida kompyuterimizda o'zimizning mashhur o'yinlar, shunaqa qilib aylantirib ketamiz. Bugun mana Crash Bandicoot'dan boshladim. Hammamizni yoshligimizni eslatadigan o'yin. Xudo xolasa boshlab. Yine bitta narsa, PlayStation 1 da o'ziga yarasha zo'r taraflardan bittasi mana shu o'yinni o'sha PlayStation 1 da yoqib, disk qo'yib turib yoqqandan keyingi ovozlari bor, shunaqa zo'r ishlangan. Onasini emizdan o'tgan safar Instagramda qo'ygan videomda ham deyarli 80% tanidinglar ovozda. Xuddi o'sha ovoz disk o'qimay qolsa, hali keyingi ovoz yo'q. Disk o'qisa hammasi bo'lsa, keyingi ovozlar bor, maza qilinadi, o'tib ketadi. Demak, unda boshladik. Bu ovoz baribir boshqacha-da. Muzikalar ham o'zgacha-da, onasini emsin borib. Naughty Dog ma'lumot uchun aytib ketaman, shu Crash Bandicoot 1, undan tashqari yana Dexter, yana balobatlar o'yinlaridan tortib o'sha eski paytlarda hozirgi o'zimizning mashhur blockbuster o'yinlar Uncharted, The Last of Us'larni ham shu kompaniya ishlab chiqargan. Bilmaydiganlar uchun ko'pchilik biladi endi. Qani boshladik bo'lmasa. Insanity Beach. Ya'ni beachni to'g'ri tushunmaysizlar, cho'l degani. Sohil ya'ni. Cho'l degani. Bu ovozlar, bu animatsiyalar yoshlikni eslatmay qo'ymaydi-da. Olma boshqa masalada olma. Sal qoldi. Checkpoint. Toshbaqalar yurishini qaranglar. Shu paytda texnologiyasi bilan shu darajadagi o'yinga qoyil qolmay iloji yo'q. Naughty Dog asoschilaridan biri shu PlayStation'da qanaqa yaratilish haqida aytib bergan paytda shunaqa aytganki, qiyinchilik shunaqa bo'lgan, cheklov juda qattiq edi. Misol uchun 2 megabayt operativka-yu, shuni hisobiga PlayStation'da hardware darajada buzib, ya'ni PlayStation'da Sony bilan hamkorlik qilib, hack qilib, ichkaridan, ya'ni hardware darajada optimizatsiya qilib qilishga to'g'ri kelgan. Ko'ryapsizlar, shu payt uchun ham bombada. Mana birinchi o'yindan ham o'tdik. Bu o'yinlarni ko'rganda absolyutna har bir odamda esiga keladi. Yoshligida PlayStation xonalar, Sony xona derdik-ku, PlayStation'da mana endi aytyapmiz, PlayStation deylardik ham deb. Oldinlari biz Sony'lar derdik-ku. Ota-onamiz do'kon-bo'konga bir narsa olib kelib, pul berib yuborsa chiqib o'ynab kelishlar, u yerdagi bir ozgina janjal, tortishuv, meni o'chiritimida o'tib ketdagi o'xshagan narsalar ko'pchiliklarda bo'lgan bo'lsa kerak. Shaxsan menda bunaqa holat bo'lmagan. Sababi o'zimiz uyda Sony ochganmiz o'sha paytlarda. Shuni hisobiga menga VIP edi.
Bu g'ildiraylar alohida masala. Shu paytga gap bo'lishi mumkin emas. Sal qoldi, ona endi. Yana bir bor. 2 karra maska. Ehtiyot bo'lamiz. Ikkitaliklariga ham keldik mana. Checkpoint. O qator kelishdi. O oraga qo'yganini qaranglar, tuzoq qilib. Olaman deb yo risk qilish kerak, yo bo'lmasam tinch ketaverish kerak-da. Risk qilib ko'ramizmi? Sakrash balandligini aniq o'lchasak, tegmay olish mumkin. Yo, bu o'ta baland. Barbiylashdik. Maska qilib zato continue oldik. Ya, xato bo'ldi. Opa chiqdi-yu. Bonus round. Ovoz borgan sari ingichkalashi ham o'zgacha kayf beradi odamga. Password. Reading card directory. Bizga shart emas. Memory card juda og'ir masala edi. Bitta o'yinda hajmi kichkinaligi uchun Crash Bandicoot'dan 2-3 ta missiya saqlagan bo'lsak, keyin Medal of Honor'dan saqlagan bo'lsak, to'lib qolsa, keyin Siphon filtri boshqa o'yinga o'tamiz desak, yana memory card kerak, yo bo'lmasam uni o'chirish kerak. İkinci missiyadan ham o'tdik. Crashga idle animatsiyasini ham zo'r berganda bor. Idle animatsiyasi bu tinch turgan holatda qayta loop bo'lib turadi. Ba'zi o'yinlarda 3-4 xil animatsiya bo'ladi, ba'zi o'yinlarda 1-2 xillar. Shu siz o'ynamasdan tek qo'yib qo'ygan holatingizda qayta o'tirishi qiziqdi. Qaranglar, atrofga qarashgan. Shu paytda shunaqa kam poligon cheklov bilan ham Crash Bandicoot emotsiyalari, jahl, quvonch, ko'zni ochib yumishagacha qilganini qaranglar, tan bermasdan iloji yo'q. Endi asabni buzadigan joylari. Hoppa. Onasini yemsin, sal qoldi desam, maskam chiqarib qoldi. Toshbaqa ham tayyor turadi, gulni qaranglar. Bu gul ko'proq nimani eslatadi menga? Plants vs Zombies. Chunki shunda ham xuddi shu gul bor edi. Balki shu o'yinda olingandir, chunki bu o'yin Plants vs Zombies'da ishlaganlar yo'q paytdan beri ham bor unda aytganda. Hop, ehtiyot bo'lamiz. Nasıl giysin? Şaşılmayımız. Zor. Maymunlu qaraylar. Onu eleyim gör, yürüversem bo'lmasmidi? Yaxshi.
Endi kutib turaveraylik. Yaxshi. Onasini ham esimda yo'q bu turtiydigan. Voy, onangni ham ko'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Barakalla. Tayyor turishni qaranglar. Tepadan. Onangni ham ko'ray. Onangni ham ko'r, baribir. Maska yo'liga chatoq bo'lyapti. Yaxshi. Hop, aytamiz. Maymun. Yana onangni ham ko'r, yana chiqdi. Voy, onangni ham ko'ray. Ke. Yaxshi. Endi yurib turmasa bo'lmaydi. Endi yurib turmasa bo'lmaydi. Sirpanib ketamiz. Olov. Yaxshi. Bonus round. Bonus rounddan iloji boricha tezroq o'tamiz. Olmaymiz. Continue ham kerak. Hop. Yana bekor kirdik deb o'zi shu bonus roundga. Hop. Toshbaqa ham tayyor turibdi. 3-2-1. Oh, onasini emsin. Bir qadam qoldi. Mana. Hop, demak, bugungi videomizni shu yerda tugatamiz. Bu endi kichkina eksperimentcha video bo'ldi. Endi sizlarni qo'llab-quvvatlashinglarga qarab, xudo xolasa, davomlarini yana aytib o'tgandek videoni boshlab, boshqa Sega, PlayStation 2, yana boshqa PlayStation 1 da Medal of Honor va boshqa o'yinlarni ham o'ynab, zamonaviy kompyuter o'yinlarini ham o'ynaymiz akalar. Joyinglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.